Koinot oqimlari. Mashhur fantastik yozuvchi Ayzek Azimovning eng qiziqarli ilmiy fantastik romanlaridan biri. Asar aslida insoniyat, mustamlakachilik, erkinlik va hokimiyat mavzularini kosmik voqealar orqali ochib beradi. Aslida asar o'zi nima haqida? Voqealar uzoq kelajakda, galaktikadagi turli sayyoralarda bo'lib o'tadi. Insoniyat koinot bo'ylab tarqalib ketgan. Shunday sayyoralardan biri Florina. Bu sayyora juda noyob va qimmatbaho kirt tolasi yetishtiradi. Bu mato butun galaktikada juda qadrli hisoblanadi. Ammo Florina aholisi aslida erkin emas. Ular boshqa kuchli sayyora tomonidan boshqariladi va deyarli qullardek ishlatiladi. Boylikni esa hukmdorlar oladi. Asarning asosiy g'oyasi mustamlakachilikni qoralaydi. Inson huquqlari haqida gapiradi. Ilm-fanning kuchini ko'rsatadi. Hokimiyatning ochko'zligini ochib beradi. Agar sizni sirli galaktikalar, kelajak texnologiyalari va inson taqdiri haqida savollar qiziqtirsa, Koinot oqimlari aynan siz uchun. Qadrli kitobxon, ushbu asarni o'qib chiqishingizni tavsiya qilib qolamiz.